Assalomu alaykum. Allohning go'zal ismlari va ismi azam kitobidan Voqea surasini fazilati haqida o'qib bermoqchiman. Abdulloh ibn Mas'ud raziyallohu aytadilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kim Voqea surasini har kecha tilovat qilsa, unga kambag'allik yetmaydi deganlarini eshitdim. Abu Zaviya radhiyallohu anhu rivoyati. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu vafotlaridan oldingi bemorlik paytlarida Hazrat Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ziyoratga kirdilar. Ikki buyuk sahoba oralarida quyidagi savol javoblar bo'lib o'tdi. Ibn Mas'uddan: sizning nima qilyapti deb so'radilar. Abdulloh ibn Mas'ud raziyallohu anhu: meni qilayotgan narsa gunohlarim dedilar. Ko'nglingiz nima tusaydi? Allohning rahmatini. Tabib chaqiraymi? Tabibning o'zi meni kasal qildi. Senga baytul moldan nafaqa buyuraymi? Mendan unga hojat yo'q. Sizdan keyin qizlaringizni hojatim bor. Qizlaringizning hojati bor. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhuning g'azablari keldi va dedilar: siz mendan keyin qizlarimning kambag'alligidan qo'rqayapsizmi? Men qizlarimga har kecha Voqea surasini tilovat qilishni buyurganman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: har kecha Voqea surasini o'qigan inson hech qachon faqirlik yuzini ko'rmaydi. Alloh roziligi uchun like tugmasini bosing.